inshaalloh sizlar ham yo'qmi? Xullas, Dagestonda, Chechenistonda ikkinchi xotin olibdi. Xotinni to'y qilib, to'y kuni xotini o'ynagan. Shunaqa prosmotr ko'p bo'lib ketgan, u qiz уже mashhur bo'lib ketdi Instagramda, o'zi bloger edi. No, shunaqa ko'p подписка kelgan, u qiz o'zini baxtsiz kunida mashhur bo'lib ketdi. Eng qizig'i globalniy tema ochildi. Ana ikkinchi xotin degan. Yaxshi ham bizda yana qonun bor. 128-modda aytib o'tay. Bo'lmasa hozir ro'yxatga kirib chiqaman. 128-modda agar sizni eringiz o'ynash bo'ladigan bo'lsa, uni ustidan yozaverib 15 sutkaga, o'ynashini esa 20 milliongacha shtrafga solishingiz mumkin. Tasavvur qiling-da, mumkin emas, biz O'zbekistondamiz. Ha, qizim. Xullas, savol. Ha! Ha, okey, ana. Soch, oberar, soch. Boshim kirdi. Anu, bitta stories olgandek qilishmaydi, borib. Ko'nglida mami. Tasavvur qiling, siz bitta bolani yaxshi ko'rib qoldingiz. U uylangan. Yaxshi ko'rib, unga ikkinchi bolaga ham bo'larmi deylik, yo yaxshi ko'rmagan odamlarga birinchi bo'larmi deylik. Yaxshi ko'rib ikki bo'larmi deylik, yo yaxshi ko'rmagan odamlarga bir bo'larmi deylik. Men yaxshi ko'rmagan odamimga bir bo'lgan bo'lishini o'ylayman. Bilmayman. Mendan keyin ikkinosi mayli, mendan oldin bo'lmasin deyman. To есть nima deydi? Voy, ana ikkosi siz indamaysizmi? Yog'iydi, bu yog'iydi. Sizlar unaqa misol uchun yaxshi ko'rgan odam shundoq ham ikkini o'ylamaydi. Har doim men prikol qilardim. Meni boqib qo'yganda, bilganingni qilgandirdim men. Meni jinni deb o'ylarsizlar, lekin men просто так prikol qildim, prikol.